Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli professor o'qituvchilar hamda talabalar. Xabaringiz bor, institutimiz veb-saytini biz har yili yangilab, zamonga hamnafas tarzda funksiyalarini ko'paytirib boramiz. Hozir biz institutimizni avvalgi versiyasidamiz, ya'ni hozirgi ishlab turgan saytimizdan oldin foydalanilgan versiyasidamiz. Ushbu eski saytimizni old.tkt.uz subdomeni ostida asrab qo'yganmiz, ya'ni olib qo'yganmiz eski saytdagi ma'lumotlarni yangi saytga butunlay ko'chirib olish uchun. Shu sababli uni o'chirib yubormaganmiz. Siz ham kirib ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Eski ma'lumotlar shu yerda qolib ketgan bo'lsa yoki qanaqadir kerakli ma'lumotlaringiz bu yerda joylashtirilgan bo'lsa, bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Bugungi ushbu videoni tayyorlashdan maqsad eski saytimiz bilan yangi saytimizni qanaqa farqi bor va yangi saytimizni qanday afzalliklari va yangi funksiyalari qo'shilgan, mana shu to'g'risida ozgina qisqacha tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Hop, institutimizni eski saytiga kiradigan bo'lsak, shunaqa karusel aylanib turadi, ya'ni rasmlar ketma-ketligi. Pastga qarab ketaversak, ta'lim dastur katalogi bor. Bu yerda o'sha har bir talabani o'quv dasturi, o'sha 4 yil davomida qanaqa fanlardan o'zlashtirish kerak, necha ball olish kerak, qancha kredit to'plash kerak va ularga qaysi fanlardan qaysi mavzularda darslar o'tiladi, talabalar uchun qanaqa imkoniyatlar yaratilgan, mana shularni hammasini bir joyga jamlab, shu yerga joylashtirib qo'yilgan. Bu har bitta yo'nalishniki bor. Undan keyingi kategoriya, bu yerda yangiliklar bor. O'sha institutimizda bo'lib o'tgan voqealarni har bittasi ushbu saytga joylab borilar edi. E'lonlar ham xuddi shunday e'lonlar berib boriladi. Bundan tashqari video galereyalar ham bor. Undan keyin esa statistik ma'lumotlar bu yerda keltirilgan va foydali havolalar. Hop, bu yoqda qo'shma ta'limga qabul, ya'ni bu yerda qo'shma ta'limga hujjat topshirmoqchi bo'lganlar bemalol ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bu yerda xalqaro reytinglar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan va institut menyusi, korrupsiyani oldini olish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Xo'p, bog'lanish, bu yerda nechta fakultet bor bo'lsa, o'sha fakultetlarga bog'lanish uchun havolalar keltirilgan. Hop, bu yerda esa kafedralar. O'sha paytda 24 ta kafedra bor edi va o'sha 24 ta kafedralarning barchasini ma'lumotlari shu yerda jam bo'lgan. Keyingisi fakultetlar. O'sha paytda 5 ta fakultet bor edi va 5 fakultetning ham ma'lumotlari shu yerda jamlangan. Keyingisi bo'lim va markazlar. Bu yerda ham bo'lim va markazlar xodimlari, maqsadi, faoliyati haqida ma'lumotlar bor. Institut rahbariyati. Bu yerda institut rahbariyati keltirib o'tilgan. Hop, shuningdek, BRM, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlari, 17 ta maqsad bor, xabaringiz bor. Ushbu 17 ta maqsadlarga biz shu 17 ta maqsad bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarimizni biriktirib boramiz. Yangiliklarni, e'lonlarni va har yili shu 17 ta maqsad bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobotlar qilinib, joylashtirib boriladi. Ochiq ma'lumotlar bu yerda. Hop, keyingisi biz haqimizda qisqacha ma'lumot va institut katalogi. Hop, bu yoqda ta'lim, ikkinchi mutaxassislik, sirtqi, qo'shma ta'lim, magistratura bo'yicha ma'lumotlar joylashtirilgan. Bu yerda o'quv reja, bakalavr va magistraturaning o'quv rejasi. Xullas, qolgan kategoriyalar ham shu tariqa davom etib ketavergan. Har bitta menyuda foydali ma'lumotlar bor. Kerakli ma'lumotlar mana shu tarzda joylashtirilib, shu tarzda e'lon qilinib borilgan. Hop, qabul bo'limida qabulga oid ma'lumotlar va kontrakt miqdorlari hamda ko'p beriladigan savollarga javoblar. Qisqa qilib aytganda, avvalgi saytimiz shu tariqa edi. Hozir sizga yangi saytimizni ko'rsatamiz, ya'ni 1,5 yildan buyon ishlab kelayotgan saytimizni. Ko'rib turganingizdek, saytimizga kirsangiz, e'lonlar ko'rinadi. Ya'ni mana shu siz ekranda ko'rib turgan konferensiyaga 70 kun qolgani haqida ma'lumot va ushbu ma'lumotning ichiga kirsak,
qancha muddat qolgani to'g'risida bu yerda aks etib turadi. Ushbu e'lonimiz har safar sahifani yangilaganimizda boshqasi kelib chiqadi. Ya'ni kutilayotgan tadbirlar qancha ko'p bo'lsa, o'shalar random funksiyasi orqali aralashib bizga ko'rsatadi. Mana misol uchun, mana bu musobaqaga 6 kun qoldi. Ya'ni ushbu musobaqaga hujjatlar qabul qilishga 6 kun qolgan va bu yerda muddatlargacha yozib qo'yilgan. Mana. Xo'p, endi institutni veb-saytini asosiy qismiga o'tadigan bo'lsak, eski saytga o'xshab bu yerda ham karusel bor, ya'ni rasmlar ketma-ketlik bor, rasmlar aylanib turadi. Tepada footerlar bor, ya'ni foydali havolalar desa ham bo'ladi. Dars jadvaliga bossangiz dars jadvaliga kirib ketadi. Xemis o'qituvchiga kirsangiz, o'qituvchilarni platformasiga kiradi. Xemis talabaga kirsangiz, talabani kabinetiga kiradi. TKT kutubxonasiga kirsangiz, TKT kutubxonasiga kiradi va korporativ pochtaga kirsangiz, korporativ pochtaga kirib ketadi. Bu yerda reytinglar bor va bu yerda qo'shma ta'limni hujjat topshiradigan platformasi. Shuningdek, bu yerda yana bitta funksiya qo'shilgan, karyera markazi. Ya'ni bu yerda siz o'zingizga ish topishingiz mumkin. Bitiruvchilarimizga ko'proq taalluqli bu narsa. Bu yerda saytni xaritasi bor, umumiy xaritasi. Nechta menyusi bor bo'lsa, hammasini bir joyga jamlab beradi. Bu yoqda O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi, O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i haqida ma'lumotlar va 3 ta tilda ko'rishingiz mumkin veb-saytni. Biz hozir sizga o'zbek tilida obzor qilib beramiz. Xo'p, bu yerda yana bitta karusel, statistik karusel bor. Ya'ni bizda qancha professor o'qituvchilar faoliyat yuritayotgani, fakultetlar soni, talabalar soni, qo'shma ta'lim dasturlari haqida ma'lumot, nechta hamkorlarimiz bor. Xo'p, hamkorlarni ustiga bosganimizda hamkorlarimizning ma'lumotlari kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda ta'lim dastur katalogi ham bor, lekin oldingisidan boshqacha qilib tayyorlangan. Ya'ni bu yerda bakalavr, magistrdan tashqari PhD va DSK dasturlari ham kiritib o'tilgan. Bakalavrni bitta namunaviy tarzda ko'rsatib beramiz. Ta'limni olamiz, professional ta'lim, qidirish. Qidirishni bosganimizda mana professional ta'lim va professional ta'lim to'g'risidagi ushbu ta'lim dasturi to'g'risidagi ma'lumotlar. Kunduzgi ta'lim dasturi haqidagi ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, buni ustiga bossangiz, mana PDF varianti kelib chiqadi. Bu yerda kafedra mudirligi kim, ta'lim klassifikatori, necha kredit to'plash kerak, necha yil o'qiladi, ushbu yo'nalishni bitirib kim bo'lib chiqasiz, hammasi to'g'risida ma'lumot bor. Bundan tashqari, birinchi semestrda nima dars o'tiladi, ikkinchi semestrda nima dars o'tiladi, hammasi kiritib o'tilgan. Va ushbu yo'nalishni tamomlaganingizdan so'ng qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lishingiz haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bu yoqqa tushib ketaversak, sirtqi ta'lim haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yoqda sirtqilar uchun ham alohida ta'lim dasturi qilingan. Mana 8 ta semestr, 8 ta emas, 10 ta semestr qilingan. Xo'p, kirish tartiblari, necha ball va qaysi fanlarga necha balldan berilishi to'g'risida ma'lumotlar. Bu yerda o'qish to'lovi haqida ham ma'lumotlar bor. Sirtqi ta'lim kontrakt miqdori bu albatta 2023-yilda tayyorlangan ta'lim dasturi bo'lgani uchun o'sha yilgi ma'lumotlar turibdi. Bularga shu kontrakt miqdorlari, shu kredit miqdorlari hozircha saqlanib qolingan. Xo'p, moliyaviy imtiyozlar haqida ma'lumotlar ham bor. Masalan, talabalar uchun soliq imtiyozlari, talabalar uchun ijara to'lovlari bo'yicha kompensatsiya va shunga o'xshash ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xo'p, bu yerda semestr bo'yicha o'quv dastur moduli bor. Ya'ni har bitta semestrda, mana yuqorida har bitta semestrda qaysi fanlar o'tilishi to'g'risida ma'lumot ketgan bo'lsa, mana dinshunoslik, umumiy va inorganik kimyo, pastda o'sha har bitta semestr bo'yicha ushbu fanlardan qanaqa mavzularda darslar o'tiladi va necha kredit ajratilgan, necha semestr davom ettiriladi, fan o'qituvchilari kim, fanga ajratilgan umumiy soatlar qancha, foydali adabiyotlar va fanni qisqacha bayoni to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Mana birinchi mavzu qanaqa bo'ladi, toki 15-mavzugacha qanaqa mavzular o'tilishi va necha soat ajratilishi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Har bitta fan bo'yicha. Albatta, hozir 2023-yilda institutimizga o'qishga kirgan talabalar bor bo'lsa agar,
birinchi semestrda nimalar o'tilgan bo'lsa, solishtirib chiqish mumkin va kelgusida 6, 7, 8 semestrda ularni qanaqa fanlar kutayotganini ko'rib chiqib, tanishib olishlari mumkin hozirdan. Hop, o'qishni bitirganingizdan so'ng sizlarga qanday imkoniyat beradi ushbu ta'lim dasturini yakunlash degan savolga bu yerda javoblar keltirib o'tilgan, tanishib chiqishinglar mumkin. Hop, magistraturaninki ham xuddi shu tartibda qilingan. Magistraturani ham bittasini namuna sifatida ko'rsatamiz. Muhandislik bo'yicha ko'rsatamiz mana. Hop. Ta'lim shakli bu yerda 4 semestr ko'rsatilgan xolos, chunki magistratura bizda 4 semestrlik, 2 ta kurslik. Hop, bu yoqda qaysi sertifikat o'tishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. O'qish to'lovi haqida ma'lumot va semestrlar haqida ma'lumot. 4-semestr bu yerda kiritilmagan, chunki amaliyotga chiqiladi 4-semestrda. Hop, DSK-ni ham ko'rsatamiz PhD bilan. Kimyo fanlari istalgan bittasini olamiz. Hop. Bu yerda organik moddalar va ularning asosiy materiallar texnologiyasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan va shu bilan bir qatorda ushbu shifr bo'yicha ilmiy ishlar, tavsiya etiladigan ilmiy ishlar mavzulari keltirilgan va kim bilan ushbu ilmiy ishlarni amalga oshirish mumkin. Shular to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Mana qisqacha annotatsiyasi bor ichida. Tanishib chiqishinglar mumkin. Hop. Mavzular ro'yxatini yuklab olmoqchi bo'lsangiz, mana bu tugmani ustiga bossangiz, mavzular ro'yxati kelib chiqadi. PhD ga kirish talablari bor. PhD ga kirish talablari, stipendiya miqdorlari va kim bilan bog'lanishi kerak, bularning barchasi shu yerda ko'rsatib o'tilgan. DSK da ham xuddi shunday. Hop, bu yerda voqealar ko'rsatib o'tilgan, ya'ni anons desa ham bo'ladi. Kelgusida bo'lib o'tadigan qaysidir tadbirlarni yoki konferensiyalarni oldindan biz anonsini berib boramiz. Masalan, mana bu Toshkent kimyo texnologiya institutida oliygoh kubogiga start berildi deyilgan musobaqa, tanlovlar qachongacha hujjat qabul qilish to'g'risida ma'lumotlar bor ichida. Bundan tashqari istiqbolli kimyogarlar, ya'ni umidli kimyogarlar 2025 ko'rik tanloviga qancha muddat qolgani va soat nechida qayerda boshlanishi haqida ma'lumotlar bor. Ko'rib, tanishib chiqishinglar mumkin. Barchasini bossangiz, shu paytgacha e'lon qilingan barcha anonslarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, yana pastga qarab tushadigan bo'lsak, bu yerda yangiliklar bor. Bu yerda eng so'nggi yangiliklar sanama-sana eng oxirgi joylangan yangiliklar ketma-ketligida chiqadi. Top yangiliklarga o'tsak, eng ko'p prosmotr qaysi yangilik ko'proq prosmotr olgan bo'lsa, ya'ni ko'rishlar soni ko'p bo'lsa, shu ketma-ketlikda bizga ko'rsatib beradi. Bu yerda e'lonlar bor, e'lonlar, so'ngra video galereya ham bor. Xo'p, eng so'nggi yangiliklarga kiramiz. Eng so'nggi yangiliklarni istalgan bittasiga kiramiz. Bu yerda shu tariqa joylangan yangiliklar ketma-ketlikda. Xo'p, top yangiliklarni istalgan bittasiga kiramiz. Birinchida turganiga, masalan, qo'shma ta'lim dasturini bitirganlarga bag'ishlangan son ekan. Mana ko'proq rasmlarni ko'rish degan joyi ham bor, ya'ni hamma rasmlarni bu yoqqa sig'dirishning imkoni yo'q. Shu sababli alohida bu yoqqa ham yig'ib qo'yganmiz, papka qilib. Ko'proq rasmlarni ko'rsatishni ustiga bossa, ko'proq rasmlar chiqib keladi. Bu yerda talabalar o'zlarini rasmlarini yuklab olib foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda pastda barqaror rivojlanish maqsadlarini 17 ta maqsadlardan bunga tegishlilarini belgilab ketilgan. Xo'p. E'lonlarga ham bittasiga kiramiz. Video galereyaga kiramiz. Video galereyadagi videolar albatta YouTube ga integratsiya qilingan. Hamma videolarni ushbu veb-saytimiz o'ziga joylashning imkoni yo'q, sababi serverga oshiqcha yuklama bo'lishi mumkin. Hop, keyin iqtidorli talabalarimiz, ya'ni davlat va nomdor stipendiyani qo'lga kiritgan talabalarimiz bu yerda karusel bo'lib turadi. Foydali havolalar va institut haqida ma'lumotlar.
Menyularga kiradigan bo'lsak, bu yerda biz haqimizda degan joy bor. Institut haqida qisqa videorolik, institut haqida ma'lumot va eski saytimizda turgani kabi katalogimiz. Buni kattalashtirish imkoni ham bor. Kattalashtirib ko'rish imkoni bor. Xo'p, keyingisi rahbariyat. Bu yerda rahbariyatni ma'lumotlari joylashtirilgan. Qisqacha ma'lumotni ustiga bossa, ma'lumotlari kelib chiqadi. Fakultet va kafedralar. Fakultetlarni 4 ta logotiplari bilan joylashtirganmiz va har bittasini tagiga o'sha fakultetga tegishli bo'lgan kafedralarni biriktirib chiqqanmiz. Har bittasiga 4 tadan to'g'ri keladi va 4 ta fakultetlararo kafedralar. Fakultetlarni ichiga kiradigan bo'lsak, ichida ma'lumotlari joylashtirilgan. Fakultet kafedralari mana ichida ham bor. Fakultetning bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bor. Mana ichida ustiga bossangiz ta'lim dasturiga kirib ketadi mana. Ta'lim dasturiga kirib ketadi. Bu yerda magistratura yo'nalishlari ham bor, biriktirilgan. Istalgan bittasini ustiga bossangiz, o'sha magistratura yo'nalishini ta'lim dasturiga kiradi. Fakultet ma'muriyati bor bu yerda va mavzuga aloqador yangiliklar. Ya'ni ushbu fakultet tomonidan o'tkazilgan tadbirlar yoki ushbu fakultetda o'tkazilgan tadbirlar bo'lsa, shu yerda yangiliklarni biriktirib qo'yganmiz, shu yerda ko'rinib turadi. Kafedralarda ham xuddi shunaqa. Kafedraga kiramiz. Mana fizika va energetikaga kirsak, misol uchun, bu yerda professor, dotsent, katta o'qituvchi, assistent, stajyor o'qituvchilar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ma'lumotnomani ustiga bossa, ularni obyektivkasi, qisqa qilib aytganda, ilmiy tomonlama obyektivkasi kelib chiqadi. Portfoliosi desa ham bo'ladi, portfoliosi. Xo'p. Keyingisi bo'lim va markazlar. Bu yerda institutimizda faoliyat olib borayotgan bo'lim va markazlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limiga kiramiz. Ma'muriyat, faoliyat va mavzuga aloqador yangiliklar. Bo'lim va markazlarda ham ko'rinib turadi. Mavzuga aloqador yangiliklar. Keyingisi barqaror rivojlanish maqsadlari. Avvalgi saytimizda ko'rsatilgandek ham ushbu yangi saytimizda ham barqaror rivojlanish maqsadining 17 ta maqsadi ko'rsatib o'tilgan. Har bittasiga kirib chiqsangiz, o'sha barqaror rivojlanish maqsadlarining qaysidir maqsadini o'z ichiga olgan yangilik yoki amalga oshirilgan ishlar bo'lsa, ushbu maqsadga biriktirib ketilgan. Barchasini ko'rsatish bossa, barchasi chiqadi ketma-ketlik bo'yicha. 17 ni ochamiz. Bu yerda hisobotlari ham bor. Yaqinda joylangan sanasi bo'yicha ketma-ketlikda hammasi joylashtirib chiqilgan. Masalan, Women in STEAMni ochamiz. Women in STEAM juda ko'p maqsadlarini o'z ichiga oladi, shu sababli ko'proq maqsadlari belgilangan. Mana. Xo'p, keyingisi institut hujjatlari. Bu yerda institutni faoliyatiga doir, tashkil etilishiga doir, nizomiga doir ma'lumotlar bor. Raqamlashtirish. Bu yerda talabalarni sarson qilmasligi uchun ularni shu onlayn platformalar orqali ishini bitirishlari uchun foydali havolalar keltirilgan. Masalan, institut qo'shma ta'lim dasturiga hujjat topshirish, talaba o'qish joyidan ma'lumotnoma olish, akademik ma'lumotnoma olish, elektron kutubxona, talabalarning hisoblangan stipendiyalari haqida ma'lumot olish, rektorga murojaat, familiyani o'zgartirish va shunga o'xshash boshqa foydali havolalar keltirib o'tilgan. Bu yerda filiallarimiz va bizga qarashli litsey hamda texnikum to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumot. Bundan tashqari TKT shop bor, xabaringlar bor. Bizni institutimiz brendi ostida ishlab chiqariladigan futbolka, kepka, fleshka, ruchka vaholanki barcha kanselyariya tovarlarini shu yerdan buyurtma berishingiz mumkin. Bitiruvchilarimiz to'g'risida ma'lumotlar bor bu yerda. Vazir o'rinbosarlari bor bu yerda. Qaysidir oliygohlarning rektori bor.
Xo'p. Shu tariqa menyularimiz davom etib ketaveradi. Mana qabul to'g'risida ma'lumotlar bor, ta'lim to'g'risida ilmiy tadqiqotlar, xalqaro aloqalar, talabalarga oid ma'lumotlar bor. Moliyani ustiga bossa, moliyaviy imtiyozlar kelib chiqadi. Talabalar statistikasini ustiga bossa, masalan, bizning institutimizda qancha talaba bor, ulardan qanchasi erkak, qanchasi ayol, jami qancha, ularni yoshlari bo'yicha statistikalari keltirib o'tilgan. Faoliyat va axborot xizmati to'g'risidagi ma'lumotlar. Umuman olganda siz ham veb-saytga kirib, o'zingizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni qidirishingiz mumkin. Barchasi saytimizda bor. Qo'shimcha takliflaringiz yoki qanaqadir shikoyatlaringiz bo'lsa, institutimizni rasmiy pochtasiga yuborishingiz mumkin. Biz u bilan tanishib chiqib, tegishli qaror qabul qilamiz.